hurmatli Gipki kamin ishqibozlari, yana bir bor assalomu alaykum. Mana biz yana bitta obyektimizni tugatdik. Bu obyektimiz o'zimizning mahallada, o'zimizning Juriyat mahallasida bo'ldi. Bu yerda ham shu 3D fason, sariq, qora, oq mramorda ishladik. Xudo xolasa bu shu buyurgi hisobda pachti videoga o'zim chiqib video qo'ymayotganim, mana o'zim chiqib video qo'yib, podrobni yana boshqatdan ma'lumot beray dedim. Hozir bu yerda общий kvadratimiz 200 kvadratdan oshgan. Mana shu fasonda yopishtirdik. Atroflarini karishtirib ishladik. Hammasini haqida to'liq ma'lumot berib boraman. Hozirda Gipki kaminning kvadrati 60 ming bo'lyapti. Klisi, laki ichida ustalarimiz mana shu razmerda 50 ming bilan yopishtirdi bir kvadratini. Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor. Boshqa viloyatlarga ham ustalarimiz bor, xizmat ko'rsatib keladi. Boshqa viloyatlarga kelishib dastavkani ham yo'lga qo'yib beramiz. Kelishilgan holda kvadratlarni aytib o'tdim. 60 ming bo'lyapti bir kvadrati, klisi, laki ichida. Bizning adresimiz Samarqand viloyati, Jonboy tumani, Juriyat mahallasi. Men bu Gipki kaminni xudo xolasa bu yil ishlab chiqarib boshlaganimga 4 yil bo'ldi. Mana shu paytgacha ishlab kelyapmiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lyapti. Mana shu kasbga qiziqqanlar diqqatiga, mana shu kasbga qiziqqanlar ham bemalol telefon qilaversin. Shogirdlar chiqaryapmiz, shogirdlar qabul qilyapmiz. Как положено o'rgatib, yo'lga qo'yishib qo'yamiz. Nima kamchiliklari bo'lsa to'ldirishib, yo'lga qo'yib o'rgatib qo'yamiz. Uyimizda yotoq sharoitlar ham bor. Bemalol kelib, Durbay viloyatidan kelib o'rganib ketsa bo'ladi. Qolip yasash xizmatlarimiz ham bor. Qoliplarni ham yasab beramiz. Hozir o'zim telefonni olib, podrobni bitta chiroyli qilib video qilib, yana barcha ma'lumotlarni berib boraman. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Ustalarimiz ham bor. Ustalarimiz kafillarini ham o'zlari yopishtirgan. Mana shu kafillarini ham yopishtirib beraveradi. Gipki kamin qanaqa holatda yopishadi degan savollar bo'ladi. Gipki kamin devor shkaturka qilingan, zatirka qilingan bo'lishi kerak. Agar loy shuvoq qilingan bo'lsa, kafilnikli tortib yopishtirsak bo'ladi. Shu ikkita holatda yopishadi. Promoy loyni o'ziga yopishtirib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu ikkita holatga bemalol yopishtirsa bo'ladi. Paxsa qilingan uylarga yo shkaturka qilish kerak, yo loy shuvoq qilib kafilnikli tortish kerak. Hozir yana qolgan ma'lumotlarni o'zim podrobni qilib video olib, yana gapirib o'taman. Mana uyda oldilarini ham ko'rsataman. Bu videoni YouTube kanallarimizga qo'yib boramiz. Bular katta kolonka ovozini ko'taring. Pop muzika bo'ladi endi videomiz. Bu darvozaxonaning ichkari tomoni darvozaxona. Boshqa komfort chiqqan bu yer ham. Mana bu darvozaxona ham katta. 20 kishiga mo'ljallangan. Adresimizni aytib o'tdim. Adresimiz Samarqand viloyati, Jonboy tumani, Juriyat mahallasi. Mana shu kasbga qiziqqanlar ham telefon qilaveradi. Xohlagan razmerda, xohlagan fasonida chiqarib beramiz. Fasonlar umuman chegaralanmagan miqdorda daji. Bu uyda orqa tomoni darvozadan chiqarish. Bu uyda bu tomoni. Kelaverishda o'ng qo'l. Tepalarga ham podsvet qildik. Mana shu kasbga qiziqqanlar ham telefon qilaversin, zakazlar qabul qilyapmiz. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar ham bemalol telefon qilaversin. Rahmat hammaga, Abdushi.